gapiring g'ayrat. Yo'q, men O'zingiz gapiring, Nedikxon aka. Xullas, Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, yaxshimisizlar? G'ayrat Mahmudovni shaharda tutib oldim. Hozir bizni ham obunachilarga Spark yutish uchun shans qildirib beraman. O G'ayrat aka, nima sababdan bu yerga to'planib turibsizlar hammani? Nima bo'lyapti? Aka, meni toqingchi. Nimaga shaharni hamma yo'q aylansizda? Bizni obunachilarga 2-3 marta aloqaga chiqdim. Nima sabab bermayapsiz? nimani bermayapsiz? O'sha bir sharti nima qilish kerak buni yutib olish uchun? Sparklar yutib olish uchun. Ha? Bularning obunachilari hammasi ovqat yeydigan chonsi. U nima deydi, shartlarni bajarib Spark yutadigan odamlar emas. Ha, bo'ldi. Yalandimo. Bo'ldi. Nimaga qochib yuribsizlar? Yo, endi bu aytayaptiki, siz obunachilar faqat ovqat yeydiganlar ovqatdan bo'shab, Spark yutish uchun shart bajargan vaqt yo'q deyishadi. Yo'q, meni obunachilarim yorib yuboradi. Bittasini emas, 2-3tasi yutib oladi kerak bo'lsa. Nima qilish kerak uning uchun? Aka, 5 ta Spark qo'yganmiz aka. Hozir Namanganda turibmiz, sayohat qilyapmiz vodiy bo'lib. Shu Sparklarni yutib olish uchun menga obuna bo'lib, men obuna bo'lgan 60 ta homiyimga obuna bo'ladi, Telegram kanalimga obuna bo'ladi. Shu storieslarni kuzatib tursa, qaysi videoning kommentariyasini aniqlashtirib aytib boryapman. Oddiy juda ham hammasi. Shunaqa qiyin emas. Mana g'ayrat. Xolasimi? Mana. Gapiring g'ayrat. yo'q, men O'zingiz gapiring, Nedikxon aka. Xullas, o'rtoqlar bosamiz. Qiyin emas shartda. To'g'ri nima deysiz? Juda ham oddiy hammasi. To'g'ri. Nima dedingiz, Salim? bos kerak. Bo'ldi. Javohirki, aka sharti juda ham oson. Xolasmi? Voy, vobshe oson aka. Shuni bajar, mana ovqat yeydigan kuch ko'p ekan, mana baquvvat ekan. Shu shartni bajarib Spark yutib olsin. Ko'rasiz, yorib yuboradi obunachilar. Bo'ldi, qani? Yorib yuboradi. Agar Spark yutib olsa, aka o'zingiz billa borasiz topshirgani. Bo'ldi. Mendan bir pors ovqati bor. Bo'ldi, addishi. Addishi aka. Mana mikrofoningiz. Rahmat. Bizni xizmat qiling. Xo'p, sog' bo'linglar. O'sha mashhur dunyodagi eng achchiq ramyonni yeb ko'ramiz. Mana ko'zimga achchiq kangosh qildi. Besh minutga dimlab qo'yamiz. Mana nihoyat ramyonimiz tayyor. Tatib ko'ramiz endi. Bismillah. Issiqlangan. Voy. Torta diyor. Alhamdulillah. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Lola milliy taomlari o'sha Qarshi trendga chiqqan somsa. Mana xudo xolisa bugun syomka. Endi bilmayman, nechiga chiqaramiz. Dastavkachi telefon nomerlar. Nechiga chiqaramiz bu syomkani? Xudo xolasa, iloji boricha tezroq. Bo'ldi. O, taniysiz Sharif, ha? Sharif. Ha, shu. Bo'ldi.